yozadigan joyga yozadi, shikoyat, xullas, bir narsa qilish kerak-da. Как будто buni rizqini nima qilib ketadi u? Birodar, xotirjam bo'ling. Rizqingiz peshanangizga yozilgan. 121 kunga to'lganingizda. Ko'pi ham kelmaydi, ozi ham kelmaydi. Rizq bu odamlarni doim o'ylantirib kelgan, doim boshini qatirib kelgan va hayotini asosiy vaqtini egallagan mavzu. Rizq haqidagi insonning tasavvuri, o'lchovi, tushunchalari to'g'ri bo'lgandan keyin hayotida osudalik bo'ladi. Rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lgandan keyin inson halolga o'zini uradi, haromdan taqvo qiladi. Alloh taolo rizq degan narsani o'zini zimmasiga olgan. Ibodat degan narsani bandani zimmasiga yuklagan. Qaytaraman. Rizq meni zimmamga deyapti Alloh taolo. Ibodat seni zimmangga deyapti Alloh taolo. Endi